Assalomu alaykum hammaga, xayrli kun. Bugun haftamizning birinchi kuni, dushanba. Ko'plab bozorlarga ko'rib turganinglardek dam olish kuni. Prognozlar shuni ko'rsatyaptiki, kechagi yakshanba kunga qaraganda savdolar menimcha hammada sekin-sekin yaxshilana boshlagan. Mana Abu Sahi Jibiyaning kargoni mashinalari ertangi seshanba kunga tayyorgarlikni boshlab yuborishgan, ya'ni katta optimga. Xo'p, demoqchimanki, menga kelib tushayotgan ma'lumotlarga qaraganda Xitoydan to'g'ridan-to'g'ri eng kamida 30 ta 35 ta fura kuniga o'sha Abu Sahiga kargoga mahsulot yetkazib beryapti. Xitoy baribir o'z ta'sirini ko'rsatmadi emas, ko'rsata boshladi. Sababi kimga? Bizani shu O'zbekistonda ishlab chiqaruvchilarga. Ishlab chiqarishda ko'ryapmanki, o'zimni misol uchun tanishlarim bo'ladimi, boshqalar sekin-sekin bozorni tark etishni boshlayapti. Demoqchimanki, ko'plab segmentlarda bo'sh o'rin joylari qolib ketyapti. Xitoydan ham misol uchun qaysidir yoshdagi o'sha bolalar kiyimga kelib taqaladigan bo'lsa, qaysidir yoshdagi yoshgacha bo'lgan mahsulotlar kirib kelgani bilan oldin biz o'zimiz ishlab chiqaruvchilar to'ldirib turardi. O'sha sekin-sekin o'sish bo'lyotdi. Lekin raqobat juda ham kuchaygan, bu yaxshi tarafga. Demoqchiman, agar shunga o'xshash ma'lumotlar qiziq bo'layotgan bo'lsa, ya'ni qaysi segmentda bo'sh o'rinlarni ko'rmoqchi bo'lsanglar, keyingi videolarimda yoritib boraman. Kuzatib boringlar.